Erkakning yig'isi sukunatdagi to'fon. Dunyoda ko'p narsani ko'rish mumkin, ammo erkak kishining yig'layotganini ko'rishdan og'irroq manzara kam topilsa kerak. Chunki ayol kishining ko'z yoshlari daryo bo'lsa, u qirg'oqlardan toshib, dardini tashqariga chiqara oladi. Erkakning yig'isi esa ichkariga oqqan vulqon. U tashqarini kuydirmaydi, u faqat o'z egasining ich etini yeb bitiradi. Nima uchun bu eng og'riqli manzara? Sinish nuqtasi. Erkak kishi mayda-chuyda qiyinchiliklar, moddiy yetishmovchilik yoki jismoniy og'riq uchun yig'lamaydi. Agar uning ko'zidan yosh chiqsa, demak u ko'tara oladigan so'nggi nuqta ham sinib ketgan bo'ladi. Chorasizlik tamg'asi. Erkak uchun eng yomoni chorasizlik. Himoya qila olmaslik, asrab qola olmaslik yoki vaqtni ortga qaytara olmaslik hissi uni tiz cho'ktiradi. Yashirin dard. U hamma narsa yaxshiligiga ishontirib mag'rur turgan tog'dek ko'rinadi. Ammo o'sha tog' qulasa, uning gumburlashi butun borliqni larzaga soladi. Erkak kishi ko'p yig'lamaydi, lekin yig'lasa uning yoshida shunchaki suv emas. Yillar davomida tishini tishiga qo'yib yutgan hasratlar oqadi. Eng yomon yig'i bu ovozsiz yig'i. Eng og'iri erkak kishini yelkasi silkinib ovoz chiqmay, faqat ko'zlari qizarib turishi. Bu yig'i emas, bu qalbning dod solib faryod chekishidir. Bunday paytda u o'zini dunyodagi eng ojiz insondek his qiladi. Garchi aslida u o'zining insoniy tuyg'ularini saqlab qolgani uchun ham kuchli bo'lsa-da. Xulosa o'rnida erkak kishini yig'latmang. Agar u yig'layotgan bo'lsa, bilingki, u shunchaki xafa emas. Uning dunyosi ag'dar-to'ntar bo'lib ketgan. Uning ko'z yoshlari yerga tushishidan avval osmonlar titraydi. Chunki erkak kishi yig'laganda u bilan birga uning mag'rurligi va bardoshi ham qo'shilib yig'laydi. Muallif Javohir Zulfiddinov. Xulosa o'zingizdan. Salomat bo'ling.